Xo'sh, bugun medianlar tegish nuqtasidan uchburchak uchidan boshlab hisoblaganda 2/1 nisbatida bo'linishini isbotlaymiz. Ya'ni bu qanday hisoblanadi? Misol uchun uchburchak hisoblaymiz. Uchburchakimiz ikkita medianni qilamiz. Mediana degani borayotgan tomoni tengiga bo'ladi. Misol uchun A, B, C uchburchak bo'ladigan bo'lsa, unda mediana qilsam, yoki mediana qiladigan bo'lsam, to'liq masofa x bo'lsa, yoki to'liq masofa 2x bo'lsa, x bo'lib qoladi. Bu yoqda mediana tuzadigan bo'lsam, mana bu y bo'lib qoladi. Bu tomonda misol uchun 2y desak. Chunki bu yoqda 2x, bu yoqda 2y, tomonlar boshqa. Keyin mana bu mediana m, mana bu yerda m degan bo'lsak, mana bu mediana kesishgan nuqtadan boshlab hisoblaganda m da n ga nisbati 2/1 bo'lar ekan. Biz shuni isbotini ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz oldingi videoda medianlar teoremasini isbotlagandik. Ya'ni a ni katiga nisbatan b n ga nisbatan d ni d ga nisbatan mana shu formulani isbotlagan. Biz hozir mana shu formulani isbotlashimiz, ya'ni 2/1 nisbatda bo'linishini isbotlashimiz uchun shu formulani qo'llanamiz. Ya'ni hop misol uchun mana bu yerda qanaqa burchakka tomon qo'yib olamiz. E d deb qo'yib olaylik. A ni b ga nisbati, ya'ni y ga nisbati ko'paytirilgan. A ni b ga nisbati, so'z mana bu qanaqa o deb olsa, b ni o degan nisbati m taqsimga ko'paytirilgan. D s ni s a ga nisbati, s da x ga teng, s a esa to'liq 2x ga teng. Teng mana shu narsa 1 ga teng, tengligimiz bor edi. Xo'p, bu yerdan qisqarib ketadi va javobimiz kelib chiqadi. X ga qisqarib ketadi, x ga qisqarib ketsa, m taqsim n teng 1 taqsim 2 tarafga 2 bo'lib o'tadi. Demak, shuna formulani isbotlanadi. M taqsim n degani bu 2/1 nisbatda bo'linadi degan formula isbotlanadi.